Assalomu alaykum Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining professor o'qituvchilari. Ushbu video yo'riqnoma orqali Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining professor o'qituvchilari reytingini aniqlashda KPI onlayn platformasini ishlatish hamda ma'lumotlarni yuklashni ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda Google platformasiga kirib, tsnqb.fjct.uz yozamiz va platformaga kiramiz. Platformaga kirganimizda bizda login va parol bo'ladi. Loginga email pochtamizni yozamiz va parolga pasport seriya va raqamini yozib, kirish tugmasini bosamiz. Kirganimizda xuddi shunday oyna paydo bo'ladi. Ma'lumotlar, e'lonlar, tekshirilayotganlar, rad etilganlar va baholash bo'limlarini ko'ramiz. Pastda esa 1 dan 19 gacha bo'lgan indikatorlarimiz mavjud. Bu indikatorlar orqali biz ma'lumotlarni yuklaymiz. Misol uchun, birinchi indikator ustiga bosish yokida plus tugmasini bosish orqali ham yuklashimiz mumkin. Indikator ichiga kirganimizda xuddi shunday oyna paydo bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi indikatorimiz dunyoning nufuzli mintaqaga kiruvchi oliy ta'lim muassasalarida PhD yoki fan doktorlik ilmiy darajasini olgan professor o'qituvchilar. Birinchi qatorda o'qituvchilarning ism-familiyasi tanlash orqali yokida yozish orqali topishimiz mumkin. Ikkinchi qatorda xorijiy oliy ta'lim muassasasi. Misol uchun, Niigata universitetini olaylik. Seriyasiga yozamiz. Raqamini yozamiz. Va mutaxassislikka misol uchun pedagogika yozaylik. Yozdik. Bu yerga faylni yuklaymiz. Ya'ni o'sha oliy ta'lim muassasasini bergan diplomi. Diplomni biz xohlasak рабочий stoldan yokida disklardan yuklashimiz mumkin. Bu yerga cheksiz fayl yuklashimiz mumkin va saqlashni bosamiz. Bosganimizda OK tugmasi chiqadi. OK tugmasini bosib yuboramiz. Yuborgan ma'lumotlarimiz tekshirilayotgan bo'limga kelib tushadi va bu bo'limda biz ma'lumotni tekshirishimiz, kuzatib borishimiz mumkin. Xo'p, tekshirilayotgan bo'limga tushgan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri adminga boradi. Admin uni ishonchliligi va to'g'riligini tekshirib chiqib, tasdiqlash tugmasini bosadi yokida rad etadi. Tasdiqlash tugmasini bosgan ma'lumotlar bo'limiga tushadi. Misol uchun, birinchi indikatordan yuborilgan ma'lumot 1 ga tushadi. Ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, rad etilgan ma'lumotlarimiz esa ko'ramiz, rad etilganlar bo'limiga kelib tushadi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga platforma o'zi avtomatik ball beradi. Uni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Biz baholashda fakultetlar yokida kafedralar kesimida va o'qituvchilarda baholarni ko'rib boramiz. Misol uchun, bu yerda o'zim ma'lumot yuborganman, sizlarga ko'rsataman deb. Birinchi indikator bo'yicha baholangan va 17-indikator bo'yicha baholangan. Jami bahoni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda indikatorlar kesimida ko'ramiz. Misol uchun, birinchi indikatorga kirganimizda kafedralarda qaysilari ma'lumotlar ko'p joylagan bo'lsa, o'sha ko'rsatkichlarimiz ko'tariladi.